Eng arzon model kanalda, arzon narxda Kia K5 da GT Line degan full pozitsiyasi 541 millionlik ekan bu. 541 million so'mligi, 16 ming yurgan xolos. 2023-yil 2.5 li atmosferli motorda bo'ladi. Balonlar zo'r holatda turibdi. 360 slipoy zona, bespechodiy displer, panorama lyuklar, hamma narsa bor. Head-up displeylarigacha bor. Abduf abagrev, rul abagrev, hamma narsa bor. 16 ming yurgan head-uplarigacha bor. Hamma funksiya. Xullas GT Line degan ekan 541 million so'mga panorama lyuklar ishlayapti. Xo'p, yangi mashina endi 16 ming yurgan xolos. Mana shu joyda ozgina pitno bo'lib, kapotda keyin kirlovda pitno bo'lib qolgan ekan. Shuning uchun airbag otib bergan ekan. Boshqa mashinaning aybi yo'q. Mana shu kosmetik joyi ham bor ekan, shuncha joyda. Xo'p, provizor yili ham GT Line pozitsiyasi mana plus bitta shu oldi noqib olinganiga deyarli prostoy pozitsiyalar narxida berib yuboryapti. Bunaqa narxda yo'q. Probegi ham zo'r. Shu ozgina pitnochasi bilan qaranglar. $23,200 ga telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi.